Kottejim shaharni yuragida bo'lsin deganlar uchun orqamdagi elitni kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Shunagina perinatalni yonginasida yo'lning yoqasidan birinchi kottej bo'lyapti. Ikki tomondan ham xodi bor ekan. Ikkita ko'chasi ham tupik holatda. Bu degani sizni hech kim begona odamlar bezovta qilmaydigan holat bo'lyapti. 7 ta xona, bir boshdan o'z xonalarni ko'rib chiqamiz. Podvalda 2 ta xonamiz topli pol qilingan. Birinchi qavatda 2 ta xonamiz, katta mehmonxona, katta yotoqxona. Balandligini ko'ryapsizmi? Naq 4 metr ekan balandligi. Yotoqxonamiz ichida sanuzullari bilan birinchi qavatda umumiy sanuzul hamda kattagina oshxona qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatda 70 kvadratlik yotoqxona ichida sanuzuli bilan birga. Ba'zi birlar 3 xonali kvartirasi 70 kvadrat. Sizda bo'lsa yotoqxonangiz shuncha. Yana bitta yotoqxona sanuzuli bilan hamda 3-xonasi va umumiy sanuzul xona joylashgan. Umumiy 7 ta xona, 5 ta sanuzul bo'lyapti. Hovliga chiqadigan bo'lsak, hovlida darvoza xonalari bo'lib, mashinangizni keltirib qo'yib bemalol kirib ketaverasiz. Aytganimda ikki tomondan xodlari bo'lgani uchun bu tomonga ham alohida eshik qilganlar, pirilla qilib, chiroyli naveslarini qilib beramiz dedilar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda to'g'ridan-to'g'ri egasining raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Elektromontaj, santexnika montajlari qilingan kottejimiz shahar markazidan sotuvga qo'yilyapti.